Mana bu meni quyosh panellarim. 50 kilovatga quyosh panel qo'ydirganman. O'tgan oyda 11 million 300 ming so'm pul yechib olganman. O'tgan oy. Mana bu oyda sizlarga ko'rsataman hozir. Bu oyda mana quyoshli xonadon, qaranglar, mana chiqib ko'rsatib beraman. Mana soliq uzdan ko'ramiz. Quyoshli xonadon. Mana tasdiqlangan 14 million 533 ming so'm pul tushgan. Rosmona realniy mana shu quyosh panelimdan avgust oyini puli 14 million 533 ming so'm tushgan. Bu degani sizga passiv daromad keltiradi degani. Bekorchi gaplarni aytibsiz. Uyingiz yonib ketadi, yolg'on deganlarga mana haqiqiy isboti, mana nimamda prilojeniyada ko'rsatdim. O'tgan oy 11 million 300 ming so'm yechgan edim. U iyulda yarimi, iyun oyiniki edi, 1,5 oydiki edi. Bu oy avgustda o'ziniki 14 million 533 ming so'm